Oy, nima qilsan? Kemasingdan zararga ishlayapsanmi? O'zim oyligimdan to'layman, aka. To'lashing nima qilaman? Ertadan ishga chiqmagin. Aka, palakat bo'lib mashinani urib oldim. O'zi olganingga hech narsa bo'lmadi. Ertaga bir kun qilib mashinani joy qo'yib qo'ygin. Bo'lmasa boshqa gaplashamiz. Xo'p. Voy. Tillasan ertadan davo urgin, savdo hozir ozgina pastroq. Yaxshi bo'lsa chaqiramiz. Xo'p bo'ladi, aka. Yig'lamang, onajon. Hali ko'rmagandek bo'lib ketasiz. O'zim sizni davolataman. Xo'p bo'ladi, xo'p. Ey Allohim, o'zingdan boshqa hech kimdan so'ramayman-ku. O'zing yordam ber. Aka, onam ozgina xijolat bo'lyapti-da. Qarzga bera olmaysizlarmi? Yetmayapti-da ozgina. Yo'q, qarzga yo'q aka. Onamlarning dorilari zararliydi. Mayli aka, ishlab kelarman. Tilla, yurgan mashinangni qirib olibsan. Aka, men qirmaganman, u o'zi bor edi. Xullas ertadan ko'zga ko'rinmay turgan, yana chaqiramiz. Onamning dorilariga pul topishim kerak. Aka, yana ozgina pul ishlasam, hamma dorilarni olib boraman. Faqat onamga qarab turinglar, iltimos. Ey Xudo, uyga qaysi yuz bilan kiraman? Ishlagan pulim dorilarning yarmiga ham yetmaydi. Allohim, o'zing yo'l ko'rsat. Erkak kishi ko'chada rizqini terib yurarkan, Alloh unga har tomonlama beradi. Oling. Onajon dardlariga Alloh shifo bersin. Aka, men tushunmadim. Buncha pul nimaga? Mushkulingiz oson bo'lsin. Insondan yaxshilik qiladi.